Bugun men Minecraftdagi barcha kichkintoy moblarni bitta joyga yig'moqchiman va videoni oxirida kichkintoy moblar uchun katta ferma qurmoqchiman. Albatta videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani bo'lmasam, men videoni boshladim. Birinchi o'rinda men ozgina kuchayib olishim kerak. Va mana jigarlamanda toshli narsalar bor. Bu hozircha yetib turadi. Endi esa ozgina ovqat yig'amiz va bu yerda qovoqlar bor ekan. Bu qovoqlardan ham olib ketamiz, kerak bo'lib qolishi mumkin. Va bu yerda qishloq bor ekan va bu yerda ozgina lut qilib olamiz. Va mana do'stlar, menda teridan bo'lsa ham aslahalar bor. Va bu yerda juda ham katta kon bor ekan. Bu yerga kirib o'zimizga kerak bo'ladigan rudalarni olib olishimiz kerak. Qani ketdik. Bugunimdan 5 ta temir tushdi. Endi esa uxlaymiz. Va mana hozircha bizda mis va temirlar bor. Endi temirlarimizni eritib o'zimizga aslahalar yasab olamiz. Va mana menda temirdan bo'lgan full aslahalar bor. Endi esa instrumentlarni ham yasab olamiz. Endi menda temirli instrumentlar ham bor. Endi bular aniq kerak bo'lmaydi. Va eng kerakli narsalardan biri qalqon. Va endi yana konga tushib, olmos va oltinlarni qazib olamiz. Men kondan o'zimga kerak bo'ladigan hamma rudalarni olib chiqdim. Endi esa bironta joy topib, butunni o'tkazib olamiz va shundan keyin bironta uy topib, uyga joylashamiz. Va men bitta mod qo'shgan edim. O'yinni realistik qiladigan. Bu o'yinni ko'rinishiga kommentariyada 1 dan 10 gacha o'zlaring baholab ketinglar. Va endi esa shunaqa atmosferada uxlaymiz. Menimcha mana shu uy menga mos bo'lsa kerak. Mana shu yerga joylashaveramiz. Va bu sandiqqa hamma narsalarni joylaymiz. Va o'zim uchun ozgina ovqat olib olishim kerak. Menimcha yetsa kerak. Bitta kravatni o'zim bilan olib yuraman. Va boshlang'ich moblarimiz uchun kichkina joycha qurib olamiz. Menimcha mana shu yer to'g'ri kelsa kerak. Ham suv bo'yida, ham juda ham tekis joy ekan. Shu yerga qurishni boshlaymiz. Let's go. Va mana va nihoyat jigarlar, men boshlang'ich joylarni ham qurib chiqdim. Va endi birinchi moblarimizni olib kirishni boshlaymiz. Va bizning birinchi moblarimiz bu sigirlar. Va biz va nihoyat birinchi kichkintoy mobni ko'ramiz. Va mana u. Barcha kichkintoy moblarimizga kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab ketinglar va men bu sigirchaga 10 dan 8 ball qo'yaman. Menimcha bu yaxshi. Va bizga mana o'rtadagi ustun kerak emas. Va bizni birinchi kichkintoy mobimiz ham bor.
Va bizning ikkinchi moblarimiz bu qo'ylar bo'ladi. Va nihoyat qo'ylarni o'z joyiga olib kirdim. Endi esa biz qo'zichoqni ham ko'ramiz. Va bizda nihoyat qo'zichoq ham bor. Menimcha Minecraft yaratuvchilari bu qo'zichoq bilan unchalik ko'p ishlamagan, chunki buni kallasi nimadir turburchak karobkaga o'xshab turibdi. Shuning uchun men bu qo'zichoqqa 10 dan 4 baho beraman. Sizlar nech baho berishlaringizni albatta kommentariyada yozib ketinglar. Va endi esa bu moblarimiz katta bo'lib qolmasligi uchun oltin momaqaymoqlarni yasaymiz. Bu Minecraftning eng oxirgi versiyasiga qo'shilgan yangilik va buni hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi o'rinda biz oddiy momaqaymoqlarni terib olishimiz kerak. Va oltinlarni olib eritib olamiz. Va eritilgan oltinlarni maydalab, momaqaymoqni o'rtaga qo'yib, uni atrofini oltin bo'laklar bilan o'rab chiqamiz va bizda mana shunday gul hosil bo'ladi. Bu oddiy momaqaymoq, bu esa oltin. Agar buni kichkintoy moblarga bersak, ular hech qachon katta bo'lib qolmaydi. Shunaqa qilib biz hamma moblarga shunaqa momaqaymoqlarni berib chiqamiz. Va bo'ldi. Bizda endi buzoqcha va qo'zichoq endi hech qachon katta bo'lmaydi. Endi esa shunaqa qilib qolgan moblarni ham to'plashni boshlaymiz. Bizda ham moblarni olib kelishda mana shunaqa iplar kerak bo'ladi. Shuning uchun iplardan ham yasab, qayiq yasab olamiz va boshqa moblarni qidirishga ketamiz. Va qidirib ketayotgan paytim meni yo'limdan otladi, podasi chiqib qoldi. Hozircha menga otlar kerak emas, shuning uchun bularni tashab ketdim. Va yo'limdan yana bitta qishloq chiqib qoldi. Va bu yerda ham kerakli narsalar bo'lib qolardi. Bu qishloqni ham lut qilishga qaror qildim. Va mana shunaqa temirchining uyida menda ikkita yonma-yon bor ekan va bu uylarga kirib ichidagi sandiqni ko'rdim. Bu sandiqning ichida 4 ta obsidian va eng kerakli narsalardan biri ikkita egar bor ekan. Va men invertorimni ancha bo'shatib olganimdan keyin ikkinchi uyga ham kirdim. Va bu sandiqda 3 ta olmos ham bor ekan. Va bu yerdagi mana shu otni qo'lga o'rgatib olishga qaror qildim. Bu bizga moblarni bazamizgacha olib kelishga yordam beradi. Va nihoyat o'rgandi. Endi bunga egar va aslahalarni kiydiramiz. Va men bitta mushuk ko'rib qolganim uchun baliqlarni o'ldirdim va u mushukni qidirdim. Mushuk juda ham kichkina hayvon bo'lgani uchun mana shunaqa hitboxlarni yo'qib olishga qaror qildim. Va nihoyat men mushukni ham topdim. Endi buni qo'lga o'rgatib olish kerak. Bittada o'rgandi. Va bizda bitta mushuk bor. Endi bunga bitta sherik topamiz. Menimcha ikkinchi mushuk ham shu atrofda bo'lsa kerak. Mana bu yerda topdim. Lekin bu mushukni qo'lga o'rgatish juda ham qiyin bo'ldi. Va nihoyat buni ham qo'lga o'rgatdim. Endi bu ikkala mushukni qayiqqa o'tirgizib, o'zimizni bazamizga olib ketamiz. Shuni o'tirgizaman degan paytim bitta jitil qayiqqa o'tirib oldi. Shuning uchun uni yo'q qilishga majbur bo'ldim. Va mana bizda ikkita mushuk ham bor.
Endi bularni otga baylab olib ketamiz o'zimizni bazaga. Va juda ham qiyinchilik yo'llar bilan va nihoyat ularni bazaga olib keldim. Va nihoyat endi biz kichkina mushukchani ham ko'ramiz. Va mana endi bizda kichkina mushukcha ham bor. Bu juda ham yoqimtoy ekan. Albatta buni ham kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab ketinglar. Men bo'lsam bu kichkintoy mushukka 10 dan 9 ball qo'yaman. Va buni yurib kelishini qaranglar. Bo'ldi jigarlar, men bahoyimni o'zgartirdim. Bu mushukchaga men 10 dan 10 baho qo'yaman. Sizlar necha baho qo'yishinglarni albatta yozib ketinglar. Albatta hammani kommentariyasini alohida o'qib chiqaman. Va mana nihoyat jigarlar, bizda kichkina mushukcha ham bor. Endi bu mushukchaga biz oltin va qaymoqdan berib qo'yishimiz kerak. Va mana endi bu ham hech qachon katta bo'lmaydi. Endi yana keyingi moblarni olib kelishga o'tsak ham bo'ladi. Endi mana bu ikkita otni ichkariga olib kirish bilan shug'ullanamiz. Lekin otlarni qanaqa qilib ko'paytirishni men bilmayman. Umrimda biror marta buni qilib ko'rmaganman. Menimcha bular sabzi yesa kerak. Hozircha bo'lsa menda umuman sabzi yo'q. Shuning uchun sabzi topgunimizgacha bularni ko'paytirmay turamiz. Va endi keyingi moblarimiz bizda tovuqlar. Bularni olib borish unchalik ham qiyin bo'lmasa kerak. Va aytganimdek juda ham osonlik bilan bu tovuqlarni bazaga olib kelib oldim va endi bularni ham ko'paytiramiz. Va nihoyat bizda kichkina jo'jacha ham bor. Faqat bu jo'jamizni shakli ozgina menga yoqmadi, chunki kichkina turburchak bo'lib qolganda. Oldingi tovuqqa nisbatan lekin ancha realistikroq chiqqan. Men bu jo'jamizga 10 dan 7 baho qo'yaman. Va menda ikkita tuxum ham bor edi. Birorta ochib chiqmadi lekin. Endi bu jo'jamizga ham moma qaymoqdan berib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bizda kichkina jo'ja ham bor. Mana biz yana ikkita kichkintoy moblarni bu joyimizga qo'shdik. Bu joyimizda ko'rinishi hozircha xunukroq ko'rinishi mumkin, lekin videoning oxirida bu yerni juda ham chiroyli ko'rinishga keltiraman.
Endi esa yana boshqa moblarni olib kelishga o'tamiz. Va yo'lda ketayotgan paytimda men arilarni uyasini topib oldim va bu yerda bitta ari bor ekan. Ikkinchi arini esa men boshqa joydan topdim. Va endi bu asalarni ham o'zimiz bilan olib ketamiz. Va bularni ko'paytirish uchun o'zim bilan har xil gullardan olib oldim. Va mana shu yerga ularga kichikroq uy qurib beramiz. Buni uy ham deb bo'lmaydi lekin. Va endi bularni ko'paytirishga o'tsak ham bo'ladi. Menimcha bularni gul bilan ko'paytirsak kerak, yana bilmadim. Qani. O juda ham kichkina asalarcha paydo bo'ldi. Men umrimda buni biron marta ham qilib ko'rmagandim. Ya'ni asalarlarni umrimda ko'paytirib ko'rmaganman. Shuning uchun juda ham hayron qoldim. Endi bu asalarimizni ham bitta joyga qamab qo'yishimiz kerak, chunki uchib qochib ketib qolishi mumkin. Menda ortiqcha arqonlar yo'q edi, shuning uchun bularning tepasini shunaqa qilib o'rab chiqishga majbur bo'ldim. Va mana bizning kichkintoy asalarchamiz ham bor. Endi ozgina yana moma qaymoqlardan tayyorlaymiz va bu asalarchaga ham berib qo'yamiz bundan. Va biz mana shu ovqat sotadigan villagerdan oltin sabzilarni sotib olib, otlarni ko'paytirib olsak bo'ladi. Va bu bizga somonlar evaziga izumrud berar ekan, bizga unchalik ham izumrud kerak emas, lekin buni maksimal darajasigacha ko'tarishimiz kerak. Shunaqa qilib buni darajasini ko'tarishni ham boshladim. Va men yana boshqa moblarni qidirib ketayotgan paytimda yo'limdan ikkita quyon chiqib qoldi va bularni ham saqlab qolishga harakat qildim. Va yonimda arqon yo'qligi sababli bularni qayiqqa o'tirgizishga majbur bo'ldim, lekin ikkinchisini ham olib kela olmadim. Shuning uchun birinchisini o'zini pastga olib tushib qo'yishga qaror qildim. Keyinroq kelganimizda albatta buni olib ketamiz. Endi esa yana moblarni qidirishda davom etamiz. Va mana men asalarlarni uyini ozgina chiroyliroq ko'rinishga keltirib qo'ydim. Unchalik chiroyli deb ham bo'lmaydi, lekin hozirchaga bo'ladi. Albatta bu asalarni ham kommentariyada baholab ketinglar. Keyin yo'lda ketayotgan paytim yo'limdan bitta ot va uni bolasini topib oldim, ya'ni toychoqni. Men jitillik kuchaytirib sabzi olgunimgacha ancha vaqtim o'tib ketib qolar ekan. Shuning uchun bu toychoqni saqlab qolishga qaror qildim va buni bazaga olib borib qo'ydim. Va nihoyat bularni ham bazaga olib oldim. Va tezroq katta bo'lib qolmasligi uchun men unga moma qaymoqdan berib qo'ydim. Va ichkaridagi bitta otni o'ldirdim. Barib bizga 3 ta yetadi. Va bularni bir joyga qamaganimdan keyin iplarini yechib qo'ydim. Va bu toychoqqa meni beradigan bahoyam 10 dan 7, chunki nimagadir buni bo'yni juda ham ingichka. Sizlar ham albatta kommentariyada o'z ballaringni yozib ketinglar. Va endi yana boshqa moblarni qidirishga ketamiz.
Va yo'lda ketayotgan paytim men oldimdan jangil biomi chiqib qoldi va bu yerdan pandalarni izlashga qaror qildim. Lekin bu biom juda ham kichkina ekan, pandalar umuman chiqmadi. Va oxiri men cho'l biomini ham topdim. Bu yerdan biz ko'p moblarni topsak bo'ladi. Va suvdan chiqqanimdan keyin to'g'riga qarab ketayotganimda yo'limdan katta qishloq chiqib qoldi. Va bu yerda juda ham somonlar ko'p ekan. Va shu somonlarni ham olib ketishga qaror qildim. Baribir menga kerak bo'lib qolishi mumkin. Va somonlarni olayotgan paytimda yo'limdan tuya chiqib qoldi. Va men tuyani ancha qidiraman deb o'yladim, lekin yo'limdan chiqib qolgani juda ham yaxshi bo'ldi. Va boshida men uni somon yedi deb o'ylasam, somon yemas ekan. Shundan keyin unga kaktus bergandim, kaktus yerkan. Va bu tuyani bitta joyga bog'lab qo'yishga qaror qildim. Ikkinchi sherigini topgunimizgacha shu yerda turib turadi. Va bu yerdagi somonlarni olib bo'lgandan keyin ikkinchi sherigini ham qidirishga ketamiz. Va somonlar olayotgan paytim yonimdan kichkina jitilli bolasi chiqib qoldi. Va men bunga oltin momaqaymoqdan berib ko'rmoqchi edim, lekin buni yemas ekan. Nimaga bilmadim. Lekin bu jitilchani ham biz baholab qo'yishimiz kerak. Buni boshi juda ham kattaligi sababli men bunga 10 dan 3 baho beraman. Va yo'lda ketayotgan paytim men ikkinchi tuyani va quyonlarni ham topib oldim. Eng qizig'i bu ikkalasi bir joyda bo'lgani menga juda ham yoqdi. Va quyonlarni ushlash juda ham qiyin bo'ldi, lekin oxiri baribir ushladim. Va mana bizda kichkina quyoncha ham bor. Bu katta bo'lib qolmasidan momaqaymoqdan bermoqchi edim, lekin qochib ketdi. Va buni bazaga olib borganimizdan keyin momaqaymoqni bersak ham bo'ladi. Va bu ikkalasini qayiqqa o'tirgizib qo'ydim. Va shundan keyin ikkinchi tuyani ham olib kelishga qaror qildim. Va ikkinchi tuyani ham o'sha joyga olib borib qo'ydim. Va mana nihoyat bizda ikkita tuya ham bor. Va o'sha tuyani topgan joyim oldida piramida ham ko'rib qoldim. Albatta qiziqib ichiga kirib ko'rdim. Va birinchi sandiqdan menga oltin olma chiqdi va unchalik kerakli narsalar ko'p bas ekan. Ikkinchi sandiqdan bo'lsa izmrud va olmos chiqdi. Uchinchisidan esa qanaqadir aslahaga qo'yiladigan trim chiqdi. Va pastdagi tentlarni ham oldim. Va men o'sha moblarni qo'yib ketgan qishlog'imiz oldiga keldim. Va moblarni o'zimizni bazaga olib ketdim.
Va bir joyda o'zimni qishlog'im qaysi tarafdaligini qidirib o'tirgan paytimda yonimdan kuchuklar chiqib qoldi. Va bularni qo'lga o'rgatib olishga qaror qildim. Va bitta urinishda biz 3 xil moblarni olib borar ekanmiz bazaga. Va endi qolgan moblarni ham olib kelamiz va bazaga qarab yana yo'lga tushamiz. Va nihoyat men bu moblarimizni ham bazaga olib kelib oldim va birinchi o'rinda quyonlar uchun kichikroq joy quramiz. Va quyonlarni joyiga olib kirib bo'lganimdan keyin atroflarini bekitib qo'ydim. Va mana endi bizda kichkina quyoncha ham bor. Men buni yaxshiroq ko'rsatmoqchi edim, lekin ekrandan qochib ketaverib jonga tegdi. Va endi tuyalarni ham ko'paytirish vaqti keldi. Undan oldin esa bularni chiqib ketmasligi uchun atroflarini o'rab qo'yamiz. Va tuyalarni kaktus bilan ko'paytiramiz. Va nihoyat men kichkina tuyani ham ko'rdim. Va mana ko'rishingiz mumkin bu kichkina tuya. Lekin bu bashtaqa to'siqlardan bemalol chiqib ketaverar ekan. Shuning uchun buni mana shu to'siqqa baylab qo'yishga qaror qildim. Va buni menga kulib turishi juda ham yoqdi. Shuning uchun men bunga 10 dan 8 baho beraman. Sizlar necha baho berishlaringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Va oxiri bizda kuchuklar bor edi. Shu kuchuklarni ko'paytirishga yetib keldik. Va mana bizda kuchukcha ham bor. Lekin bu kuchukcha menga juda ham yoqdi, vobshe yoqimtoy ekan. Va men bu kuchukchaga 10 dan 10 baho qo'yishga qaror qildim. Men hozir bu kuchukchani sizlarga yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Nimadir mendan qochib ketyapti. Va mana kuchukchaning ko'rinishi. Albatta sizlar ham o'z ballaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men bo'lsam bu kuchukchaga 10 dan 10 baho qo'ydim. Endi esa bu kuchukchaga moma qaymoqdan berib qo'yamiz. Va mana bizda kuchukcha ham endi bor. Bular orqamdan chiqib olmasligi uchun o'tirgizib qo'ydim va tuyani bolasiga ham moma qaymoqdan berib qo'yamiz. Va katta o'qimasligi uchun menimcha kuchukchaga ham yana bitta berib qo'yganimiz ma'qul deb o'ylab qoldim. Endi esa boyagi dehqon jitilimizni full darajasigacha ko'taramiz. Chunki men oldingi olib kelgan kichkintoy otni bolasi bo'lsa kattalashib qolibdi. Shuning uchun boshqatdan otni ko'paytirishga harakat qilamiz. Va mana nihoyat bizda oltin sabzilar bor. Endi biz bemalol otlarni yana ko'paytirsak bo'ladi. Va birinchi o'rinda men bu otni qo'lga o'rgatib olishim kerak. Va mana qo'limizga ham o'rgandi. Endi esa yana ham ko'proq oltin sabzilardan olamiz. Va endi otlarni ko'paytirsak ham bo'ladi. Birinchi o'rinda bunga egar ham kiygizib olishimiz kerak. Va o'zim otim bilan ko'paytirishga qaror qildim. Va mana nihoyat bizda endi haqiqiy otni bolasi ham bor.
ya'ni toychoq. Endi bunga mo'ma qaymoqdan berib qo'yamiz. Va mana bu eski otni yo'q qilsa ham bo'ladi. Va mana endi bizda otni bolasi ham bor jigarlar. Va endi esa jigarlar, bu yerda bizda anchagina moblar yig'ilib qoldi. Shuning uchun bu yerni dekoratsiya qilib, juda ham chiroyli qilishga harakat qilaman. Let's go. Va jigarlar, mana va nihoyat men bu fermani ham qurib bitkazdim. Albatta bu yerdagi ozgina qafaslar bo'sh turibdi, lekin kelajakda bularni ham albatta to'ldirib qo'yishga harakat qilaman. Va albatta bu joyimizga ham baho berib ketinglar kommentariyada. Mana bizni toychoqimiz. Va jigarlar, shu bilan bugungi video ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr va albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Men bo'lsa sizlarga chiroyli kadrlarni taqdim etaman.